Rossiyaning iqtisodiy rivojlanish vazirligi tomonidan 2016-yilning 3-noyabr kungi qaror bilan deflyator koeffitsiyentini 2017-yil uchun 1,625 ekani tasdiqladi. 2016-yil uchun deflyator koeffitsiyenti 1,514 edi. Patentning yangi soliq narxlari bilan quyidagi ro'yxatda tanishishingiz mumkin. Marhamat. Shu videorolikka 1000 ta klass bosilsa, va'da beraman keyingi safar bundan ham zo'r videoroliklarni chiqarishga. Agar videorolikim yoqqan bo'lsa, klass bosishni unutmang va obuna bo'ling. Obuna bo'lish uchun pastda silkani qoldiraman opisaniyada, shu silka bo'yicha bosib obuna bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilan Sherzod edi, YouTube hayoti.